Assalomu alaykum aziz kitobsevar kitobxonlar. Toshkent tumani axborot kutubxona markazi sizlarga sara kitoblarimizni tavsiya etishda davom etamiz. Bugungi tavsiya etadigan kitobimiz Shukur Xolmirzayevning Qush tili qissa va hikoyalar kitobidir. Xalqimiz suygan yozuvchi Shukur Xolmirzayev adabiyotimiz xazinasiga munosib hissa qo'shgan adiblarimizdan biridir. Yozuvchi o'zining 18 ga kirmagan Kim bor nomli qissasida Umida va Jamshid o'rtasidagi samimiy do'stlikni qalamga olgan. Ko'ngli Jamshidda bo'la turib, tilovga turmushga chiqqan qiz o'z baxtini topa oladimi? Shuningdek, ushbu to'plamdan adibning eng sara hikoyalari o'rin olgan. Aziz kitobxonlar, sizlarga ushbu kitobni o'qish uchun tavsiya etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.